Kamol endi bemalol suhbatlashsak bo'ladi. Siz bir necha bor so'radingiz, qurilish muddatini qachon 12 qavatga chiqamiz deb. O'zi shunaqa narsa bor. Qurilishda oldindan va aytib bo'lmaydi muddatini, lekin maksimal muddatni aytsa bo'ladi. Bizga 2 yil vaqt berilgan. 2 yil vaqt ichida topshirishimiz kerak. Lekin hozir biz deyarli 11-oy turibmiz. Mana hozir binoni konstruksiyasini bitirib bo'ldik va buni nishonlash uchun shu yerda birgamiz. Qurilish muddatini mana endi aytishim mumkin. Qachon topshirishimiz mumkinligini. Zo'r. Qachon topshiramiz? Qachon ovqatdan aytaman sizga. 11 oy ichida qilingan mehnat juda samarali bo'ldi. Bitta bizda emas, bitta sizda emas, katta jamoani bu yerda mehnati bor. Albatta. Ustalardan tortib, sotuv bo'limidagi xodimlardan tortib, ta'minotchilargacha juda kuchli jamoa ishladi. Buni tashqaridan ko'rgan odam bilmas ekan. Tashqaridan hamma har xil gapiradi-yu, ko'rib, bilib bilmasdan, lekin ichkarida yurib, haftada bir kun shetda bo'lib, ko'p narsani guvohi bo'ldim. Mehnat juda ham qattiq bo'ldi. Shunaqa. Shuning uchun biz Yukasset jamoasi deb gapiramiz. Chunki bu jamoaviy harakat bor. Bir kishining o'zi bilan hech narsa bo'lmaydi. Katta jamoaviy harakat va maqsadga intilish natijaga olib kelishini bugun guvoh bo'lib turibmiz. Agar loyihachilardan tortib, ta'minotchilar, hisob-kitobchilar hammani qo'shsa, mana shu loyihaga qo'li tekkan insonlarni qo'shsa necha kishi bo'ladi taxminan? Ustalarni o'zi bilaman, 120 tadan oshiq usta doimiy ishlaydi. 300 tadan oshib ketadi. Agar jami mehnat qilgan insonlarni sanog'ini hisoblagan bo'lsak, 300 dan ortadi. Bu bevosita sizlar bilgan odamlar. Misol oddiy Arton gazavlogini olib kelishda ham yerda nechta odam ishlaydi bilmaymiz-ku. Bir kishi deb hisoblayapmiz. Bu yerda ko'pchilikning mehnati singan, haqiqatan ham loyiha tezroq o'z egalariga vaqtida topshirilishi uchun qattiq mehnat qilindi va bu narsaga juda ko'p urg'u berilganligini guvohi bo'ldim. Chunki odamlarda tanlov bor edi. Tezlik, arzon narx yoki bo'lmasam lokatsiya sal boshqacharoq bo'lishi mumkin edi. Biz bu narsani imkon qadar bitta joyda jamlashga harakat qildik. O'zi buni mijozlarga ham aytaman. Birinchi navbatda hozir bozorda juda ham katta tanlov bor. Bemalol o'zingizning yoqqan narsani tanlanglar. Imkoniyat bor shunga. Va biz hozir tanlaganlar bilan birgamiz va ular o'zlarini niyat qilgan uylarini yaqin kunlarda, yaqin oylarda kalitlarni olishadi. Xudo xolasa. Parkovkani qachon boshlaymiz? Shu parkovkani ham aytamiz deb. Ko'p ketib ozi qoldi. Tez kunda shuni e'lon qilamiz. Parkovka. Loyihani ham mukammal qilish istagimi bu yerda yo boshqa plan bormi? Yo'q, biz kompaniyada aytilgan narsani bajarishga o'zimizga prinsip qo'yganimiz uchun hali konkret bo'lmagan manzillarini bilmay turib oldin e'lon qilib bering. Hamma narsani aniq qilib, o'lchovlarini aniq qilib, vaqtlarini aniq qilib, shunda aytsak, gapimizga amalimiz to'g'ri keladi. Hech kim bilmagan ma'lumot, hozir bu yerda birontasi eshitmagan, o'zaro suhbatimizdan bitta joyini aytib bermoqchiman. Toshkentga ko'p borib turasiz Saidkamol. Loyihalarga kirganingizda parkovkasini ko'ring, nimadir yoqadigan joyi bo'lsa, videoga olib tashlang degandingiz. O'zimizga yoqqan jihatlarni video qilib tashlaganmiz va bu narsani inobatga olishyapti. Prosta gap uchun nima desa bo'ladi. Ovora qilishgan yo'q, haqiqatdan ham har bir eshitilgan ma'lumotni bizga to'g'ri keladimi, yo'qmi degan holatda loyiha qilinyapti. Xudo xolasa, menimcha yer osti parkovkasi ham Farg'onada bitta bo'ladi. O'zi kam, javob qarasa, lekin bitta bo'ladigan umiddaman. O'zi kompaniyamizda shunaqa narsa bor. Biror narsani yangilik qilib olib kelish, doimiy olib kelganda ham yaxshisini olib kelish. Quruq va'da emas, konkret narsalarni va'da qilish va unga javob qilish. Hozirgi biz loyihalagan yer osti parkovkasi Farg'onada kattaligi bo'yicha va qulayligi bo'yicha birinchi raqamli bo'lishini va'da berishim mumkin. Zo'r. Iftorlikka marhamat. Iftorlik vaqti bo'lib qoldi.
hammamiz birga o'tirib iqtisodiyotni boshlaymiz. Kelinglar. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.